Hop, boshlab. Bugun AI bilan, ya'ni sun'iy intellekt bilan qo'shiq yaratamizda va YouTube ga joylashtiramiz. Keyin natija qanday bo'ladi? Uni hammada har xil bo'ladi. O'shaning uchun qanaqadir natija bo'ladi yoki bo'lmaydi deb ayta olmayman. Bu narsa hammada har xil ishlaydi. Shuning uchun bir sinab ko'rishlaringiz mumkin. Kimdir YouTube ga qiziqsa yoki kanal ochmoqchidir yoki endi qiziqib ko'rayotgani shu soha bo'yicha. Instagramga ko'p tushunmayman, chunki Instagram ko'p menga yoqmaydi xullas. Buning uchun mana oldindan kirib tayyorlab qo'ygan edim. Masalan, siz sun'iy intellektdan ishlamoqchisiz, qo'shiq yaratmoqchisiz yoki video yaratmoqchisiz. Shunda mana Google kirasiz, Google'da Gemini AI men o'zi yozib tayyorlab qo'yganman, mana bor. Qaytadan kirish hojati yo'q, mana bor. O'sha oldingi okошкаga kiraman, oynaga, mana kirdim. Men buyruq berganman unga, ya'ni menga video yasab ber. Bir chiroyli qiz shaharda aylanib yuribdi. Mana. Eng qizig'i o'zbek tilida gapiradi. Bu shahar haqiqatan ham go'zal. Hop, oldin aytib qo'yaman. Bu tekin, ko'pchilik tekin deb maqtayapti. Tekin emas. Tekin u qanchadir token beradi. Bir kunda limit beriladi xullas. Limitni ko'rish uchun men mana bu nastroyga kiramiz. Mana nastroyga kirib foydalanish limiti bor, mana bosganda bosdik. Men bitta dona video ishladim 10 sekund, bor yo'q 10 sekund. 10 sekund ichida o'sha 44% ishlatilgan deyapti. Bu degani yana bitta nari bo'lsa o'shana 10 sekundlik video qila olaman degani. Maksimal 10 sekundda yana bitta video qila olaman degani. Bo'ldi, shu bilan tamom. O'sha ikkita dona hech narsa qila olmaysiz bu bilan. Bu prosta sinab ko'rish uchun kimdir qiziqadi, bir qilib ko'rmoqchi, natija qanaqa bo'ladi. O'shanday sinab ko'rish uchun bo'ladi. Bu ham atak qanaqa vaziyatda mana kengaytirilgan agar podpiska sotib olmoqchi bo'lsalaring, menda o'sha bu yerda 3 ta tarif bo'ladi, 3 ta. Bittasi $5 eda, mana $5 olganman men o'sha. Shuning uchun bunda turibdi, mana Google AI Plus 200 GB xotira bilan beriladi deyapti. Bunda ichkarida nimalari bor? Agar sotib olmagan bo'lsangiz, bunda to'liqroq, ko'proq narsalar yozadi. Bunaqa beramiz deb. Buni olmaganlaringiz ma'qul, chunki mana men olib ko'rdim. $5 ga ikkita dona video qila olaman. Tamom, boshqa narsa yo'q. Plus qo'shiq qila olishim mumkin, chunki qo'shiqqa ko'p so'ramaydi. Kamroq token ketadi unga, kamroq ishlatiladi. Bu $9 likda hozirgiga nisbatan 4 marta ko'proq foydalanish mumkin deyapti. Bu degani aytaylik 10 sekundlik videodan hozir birinchi podpiskada ikkita dona video qila olgan bo'lsam, Google AI Pro ga o'tsangiz $10 ga o'shandan 4 barobar. Bu degani 8 ta video qila olishingiz mumkin. Nari borsa 1 minutlik video chiqara olasizlar. Yo'q, 1 minutdan sal ko'proq bo'ladi. Agar 8 ta 10 sekund bo'lsa, 80 sekund bo'ladi. 1 minut 20, 1,5 minutlik videolar qila olishingiz mumkin degan bu degani. U ham atak agar Pro versiyasiga o'tsa, shunaqa bo'ladi. Olish tavsiya qilasizmi deysalaringiz, agar siz professional darajada ishlamoqchi bo'lsangiz, shundan agar pul ishlashga ko'zlaringiz yetsa, masalan, kimdir biladi, qobiliyatini tushunib yetadi, ko'proq shundan pul ishlay olamanmi degan savolga javob bersa, ha, olgan ma'qul. Unda ham $99. Bu degan $100 oyiga olsa bo'ladi. Mana shunda ko'proq limit beradi. Men olib ko'rmadim, chunki men to'g'ri bu yoqmadi. Men uchun 1,200,000 to'lash bu narsa uchun arzimaydi deb o'ylayman. 20 terabayt xotira beradi degan deyapti. Balki ko'p narsa, yaxshi narsalardir, lekin men bunaqa tavakkal qila olmayman. Kerak emas menga. Вообще kerak emas. Chunki men PUBG uchun ochgandim bu akkauntni. PUBG qilmoqchi edim. O'zbek segmentida hozir PUBG da yangidan kirib bir obunachi yig'ib yaxshi kontent qilish juda qiyin. Uning uchun yoki pro o'yinchi bo'lish kerak, yoki content maker, qanaqadir qiziq kontentlar qilib borishlaringiz kerak uning uchun. Juda kuchli bo'lish kerak uning uchun. Xo'p, mavzudan chiqib ketmagan holatda qo'shiq yaratish. Masalan, qaytamiz. Mana shu yerda qo'shiq. Siz qo'shiq yaratmoqchisiz. Qo'shiqni bu yerda mana bu yerga yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, aytaylik, menga yo'q, bu yerdan ishlash tavsiya qilmayman.
Sababi hozir ko'rsataman. Hammada chat GPT bor. Chat GPT ga kira olish imkoni ham bor. Masalan, mana chat GPT kiramiz. Hop, yozamiz. Chat GPT yozilgan menda tayyor mana. Kirdik. Chat GPT ning yaxshi tomoni bunda prompt yozib beradi. Prompt degan narsa bor. Promptni pulli darslardan olsalaringiz bo'ladi. Agar kimgadir kerak bo'lsa kommentda yozib bersin. Prompt kerak deb kodi bor. Kodi Telegramda men pulga sotib olganman. Pulli narsalar ichida sotib olganman darsliklar ichida. Bu menga jalka emas, beraveraman. Kimdir so'rasa, Telegramga yozsa, Telegram kerak deb yozsa, mana shu kommentariyaga beraveraman. Menga unaqa pulga oldim, kimgadir pulga sotishim kerak degan narsa yo'q menda. Men rostda kimdir foydalansa, xursand bo'lsa bo'ldi. Yozamiz endi. Menga qo'shiq sevgi haqida qo'shiq yozib ber. Qo'shiq yozib ber. Mana. Bu prompt emas. Prompt boshqacha narsa. O'zi kodlar bilan qanaqa desam, programmistlar ishlatiladigan kodga o'xshagan narsa ekan. O'zim ham to'liq tushunmadim, lekin prompt bilan yozsangiz ChatGPT siz nima xohlayotganligingizni qisqa qilib aytganda yaxshiroq tushunadi. Chunki mana bu o'zbek tilida gapirsangiz yaxshi tushunadi, o'z ingliz tilida gapirsangiz tushunishga qiynaladi, kimdir bilar, kimdir bilmaydi. U tili, ChatGPT ning tili o'sha prompt degan narsa. Mana bizga she'r yozib berdi o'sha qo'shiq uchun. Copyright qildik. Gemini'ga o'tamiz. Mana Gemini. Tak, o'tdik. Mana bu yerga qo'yamiz. Ctrl V. Enter bosamiz. Yo'q, buni ola olmaydi, chunki videoga qolib ketgan. Chunki videomiz 10 sekundlikda yana bitta ketadigan token qolganda deganmi-ku. Xuddi shu narsa u yo'l bermayapti. Biz musiqa o'tkazamiz, chunki bizga musiqa qiziq bo'ldi. Tak, enter bosamiz. Mana shu yerda musiqa yaratish jarayonida sal vaqt ko'proq oladi. O'shaning uchun kompyuterda boshqa narsani ko'rib turamiz. Mana zerikib qolmaslik uchun. Bitta statistikani aytib o'tib ketay. Telegram zanjir chaynab qoldi. Короче, mana PUBG haqida kanal ochganman. 3-4 yil oldin bo'lgan. O'rtada video qo'yganman, qo'ymaganman, yuraverganman. Короче, bir videom rekka chiqmay, qaysi bitta videom rekka chiqib 3,5 ming 4 mingtaga yaqin obuna chiqqan. 4 mingta, hozir 3,5 mingta qolgan. Chunki chiqib ketyapti atpiska qilib. Mana qaranglar, mana statistikani qaranglar. Kulgili juda. Mana 22 ta, 6 ta, 10 ta, 70 ta video ko'rilgan. Siz agar yangidan video Telegramda kanal ochib, siz mashhur bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki pul ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatim, agar qo'shiq yo'nalishi bo'yicha bo'lsa, bitta video qo'ydingiz, misol uchun 16 ga 9 endi telefonni mana bu bunaqasiga qo'yilgandagi varianti 16 ga 9 yil. Agar shorts video keraksa 9 ga 16 razmerda bo'ladi. Ko'pchilik biladi buni. Endi kimdir aqlli qilish niyatim yo'q, prosta men tushuntirishni aytib ketyapman. Mana bu videolar, uzun videolar 16 ga 9. Agar adashtirayotgan bo'lmasam. Shu videolarni ko'rish soni juda kam bo'ladi. Chunki uni rekka chiqarish uchun YouTube algoritmi siz bilish kerak. Siz nima xohlayapsiz, qanaqa video, nima haqida u video, uni bilish kerak YouTube. Kimgadir ko'rsatishga arziydimi? O'shaning uchun bular rekka chiqish qiyin bo'ladi. Hozir Gemini'ga o'taylikchi, tayyorlab bo'ldim. Qo'shiq tayyor bo'libdi. Bu hozir YouTube haqidagi tvorчество studiya haqida qaytamiz hozir. Mana hozir yaratilgan qo'shiq tayyor. Bugun yana o'ylayman sen haqingda. Yuragimda yolg'on bor, faqat senadir baxtimda. Ko'zlaring porlaydi,
Mehrga to'la nazaring, sensiz hayotim go'yo edi saro bir banding. Sen uchun yashayman, sen uchun yonaman, sevgilim, yuragim faqat seni. Bu vроде нормальный. Kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi bilmayman. Masalan, qo'ysangiz mana shu qo'shiq kimgadir yoqsa, agar shu yo'nalishdagi qo'shiqlar yoqadigan odamlarga YouTube algoritmi tushunib yetsa, qo'shiq nima haqidaligi yoki kimlarga yoqishi mumkinligini bilsa, u rekka chiqaraveradi. Keyin ketadi, taqir ketadi. Bitta ko'tarsa ketaveradi. To'xtash qiyin. Millionlab prosmotr olsa bo'ladi. Mana sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman. YouTube'da sun'iy intellekt bilan yaratilgan qo'shiq. Hozir ko'rsataman. O'zi adashmasam birinchilarda turadi, chunki ko'p eshitganman. Mana vaqtinchalik shamol. 39 million marta ko'rilgan bir oy ichida. Mana. Bu YouTube'dan o'tib ko'rish lazım mumkin. Hozir avtorskiy prava berib olish mumkin. Shuning uchun to'liq qo'ymayman. 30 qancha? 39 million, даже 40 million. Chunki 39 million 923 ming 138 marta ko'rilgan. Bu sun'iy intellekt bilan yaratilgan, lekin bu qo'shiq qaysi saytda yaratilganligini keyingi videoda ko'rsataman. Buni bildim, buni men shu birinchi Gemini'da qilingan deb o'ylagandim. Qaysi saytda qilinganligini agar kimlarga qiziqsa kommentariyada yozsin. Bu chunki sal professionalroq studiyada qilinadi. U ham $8, adashmasam $810 oylik to'lov bor. To'lasangiz ana shunaqa professional darajadagi qo'shiqlar yarata oladi ular. U sayt. U ham sun'iy intellekt sayt desa ham bo'ladi. Platforma desa ham bo'ladi. Xuddi YouTube, TikTok, Instagram o'shaga platforma ham bu. Chunki o'sha platforma o'zida qo'shiq yaratib, o'ziga qo'yib pul ishlasa ham bo'ladi, kimgadir qiziq bo'lsa. Xo'p, bu yerga temaga qaytamiz. Tak, qo'shiq yaratildi. 48% qolgandi. Eslaringizda mana Leminton. Kiraman. Mana 48 turibdi. Chunki qo'shiqqa 48 ishlatilgan, 44 mi adashmasam 44 ishlatilgan. Ya'ni 4% qo'shildi bunga adashmasam. Adashayotgan bo'lsam yozib ketinglar kommentariyada. Qo'shiqqa uncha ko'p olmaydi. Gedetda 15-20 ta qo'shiq yarata olasizlar. Qo'shiq yaratsa bo'ladi. Bu token bilan. Birinchi bu atak bunda men $5 podpiska olganligim uchun bu. Agar besplatni esa kamroq bo'ladi, adashmasam 5 tani qo'shiqqa yetadi. Endi hozir tavakkal gapirmay, kimdir kirib ko'rib, o'zlari bilib olishi mumkin, qiziqadigan odamga, qiziq bo'lsa kimgadir. Xo'p, mana qo'shiqni ko'rdilaringiz, qo'shiq yaratdi bemalol, normalniy vроде kimgadir yoqishi mumkin shunaqa yo'nalishda qo'shiq. Menga rost yoqmadi. Agar kimdir sho'x qo'shiq kerak bo'lsa, sho'x mana bu prompt bilan yozasiz, mana ChatGPT ga. ChatGPT o'zi ko'rsatib beradi, qanaqa siz nima xohlayotganingizni tushunadi. Prompt bilan yozsangiz, chunki prompt tili dedim-ku uni tili u. Aytishliklar yozadigan kodlar bo'ladi, o'shanaqa tilda yozilgan. Bunda prompt bilan qo'shiqmi, videomi, nimadir xohlayotganingizni yozsangiz, через prompt yozsangiz, to'liqroq siz nima xohlayotganingizni bilib, ChatGPT o'zi ssenariy yozib beradi, ssenariy. Mana bu ssenariy, she'r, qaysi qatorda qanday aytishga, mana bu shunaqa bir ikkita videolar yasab ko'rdim. Naqorat, mana qo'shiqlarga she'r yozyapti, o'rtada naqorat, abzas qayerda qo'yish kerak, ulargacha bilib aytib beryapti prompt bilan yozganda. Prompt bilan yozishga shuning uchun. Menimcha video ham juda uzayib ketdi. Tak, 2 minut, 14 minut. O'zi oxirigacha ko'pchilik ko'rmaydi, uzoq videoni ko'rmaydi. Hozir ko'pchilik. Keyin bitta narsani fishkani aytib o'tib ketay. Tak. Mana mana shu yerga to'xtagandik. Video qo'ydingiz, qo'shiq. Bilasiz, rekka chiqishi mumkin. Faqat qanday turtki kerak unga, turtki. Nima qilasiz? Xitriylik qilsa bo'ladi. Short video qilasiz. Aytaylik, mana hozir sizga proba qilib aytaman. Mana bundan oldingi videolar hammasi 300 ta, 120 ta mana bu mushuklar bo'lganligi uchun 1.5 mingta, 1700 ko'rilgan bo'lgan o'sha oldingi har xil chiqib mix qilib tashlaganman, buzib tashlaganman.
hech qachon YouTube'da mana bu yo'nalishda qilmanglar. Har xilcha video qilib, bugun bunaqa, erta bunaqa video qo'yib kelaversangiz, YouTube bilmaydi siz nima holatgalingizni. O'zi siz yo'nalishingiz nima? O'zi kimsan o'zi deydi-ku, YouTube shunaqa deb savol beradi o'ziga. Sizga, ya'ni o'shaning uchun men qo'shiq qo'ydim, qo'shiq qo'ying faqat. O'yinmi o'yin. Men hozir kasha qilib tashlaganman kanalimni bilaman. Bu kasha rasvos chiqib bo'lgan. Prosta hozir kimgadir kerak bo'lishi mumkin deb bu videoni qilyapman. Manfaati bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, bungacha 0 bo'lgan, bu ko'rilmagan deyarli. Mana birinchi qo'shiq mana o'chirilmagan doska degan short video. Atak bunda ham xato nima bo'lgan? 3 minutlik short video qo'yib yuborganman. Shortligini bilmaganman. Chunki men bu aytdim-ku 16 ga 9, 9 ga 16 bunaqa format bor. Mana bunaqa format bor. Men o'shani adashtirib yuborganman. Video qo'yishdan chunki shuni poxqa qo'yib yuborganman, qo'pol bo'lsa ham aytay. Короче, shunaqa bo'lgan, boost olgan, mana 768 marta ko'rilgan o'sha video. Bu mana 20-may kuni, hozir 20, hozir bugunchi sanchi 23. Tungi soat 3, mana kechki payt 3, 23. O'sha 23 da 3 kun oldin qo'yilgan, mana 3 kun oldin 20-kun qo'yilgan, 768. Ertasiga qo'yilgan 1,5 mingta ko'rilgan. Undan keyingi kun qo'yilgan 826 ta ko'rilgan. Bu normalniy, вообще zo'r. Mana like kamroq bo'lgan, chunki qo'shiq ja unaqa yemaydi, chunki 3 minut hech kim eshitmaydi. YouTube algoritmi qanaqa ishlaydi? Shunaqa ishlaydiki, birinchi 10 talik odamga ko'rsatadi, 10 ta odam ko'rsatadi videoni. 10 ta odam videoni oxirigacha ko'rsa, yoki yarimidan ko'proq ko'rsa, keyin 100 taga ko'rsatadi. Unda ham misol uchun ko'proq, yarimidan ko'proq ko'rilsa, keyingi 1000 talikka tashlaydi. Shunaqa bu arifmetik progress o'sib boraveradi. YouTube algoritmda ishlaydi. Chunki u yerda odamlar fikri qiziq unga. Ko'rmasa taqat o'tadi. Mana shu 1,5 mingtagacha ko'rilgan, normal bo'lgan, shuning uchun 1,5 mingtagacha olib borgan. Buni 820 ta. Bu ham normal hisoblanadi. Chunki mana bu 0 o'lgan kanal uchun bu normal. Yana bitta qiziq joyini aytay mana. Mana bunda 6 dona podpisчик bor, eng qizig'i mana 6 dona. Atak 5 ta edi. Buni ham bir 2-3 yil bo'lgan kanaldan ochganga bir 6 ta kanal ochib taragandim. Prosta qiziqishga. Mana qaranglar. Kontentga kiramiz. Shorts qaranglar. 21-may kuni qo'yilgan. Ungacha mana 6 ta, 50 bitta. Men 50 bitta men bilaman. Bu ham qo'shiq, bu ham shorts bo'lgani uchun ko'rilgan. Iziga bu ham shorts 6 dona, keyingisi 66 dona, keyingisi 1045 ta. 5 dona podpisчик bor. Bularni atan yopib tashlaganman. Kerak emas uchun. Короче, mana qaranglar. 1045 marotaba ko'rilgan. Bu borki 5 dona podpisчикlik kanal uchun вообще zo'r. Uning ustiga mana 9 ta like bor. Like. Agar mana shu qo'shiqda ham agar dahshat bo'lganida edi, dahshat zo'r bo'lganda edi, kimgadir yoqadigan mashinada eshitib yursa bo'ladi qo'shiq bo'lganda edi. Ko'rganman, mana video xitraligi mana shu yerda qilingan mana. Mana. Bu qo'shiqda men bu keyingi videoda aytaman dedim, kommentariyada yozinglar kimgadir qiziq bo'lsa. O'sha videoda aytmoqchi bo'lgan prilojiya yoki kanallar saytdan yaratilgan. Qarang, 10 sekundlik video qilganman, shortsga joylashtirganman. Nima deganman? Agar kimgadir qiziq bo'lsa, profilda deganman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bosadi profilga, videolarga o'tadi. Men to'lig'i bu yoqda mana 2 minutlik qo'shiq bu. Qo'shiq bas zo'r qo'shiq. Men uchun zo'r to'g'ri. O'tib ko'radi kimgadir qiziq bo'lsa, ketdi shundan javob. Ta'sir ketadi. Paka video mana shu yerda to'xtaman, normalniy bo'ldi birodar. Chunki 20 minut bo'ldi, 20 minut. O'sha 14 minutlik joyda to'xtasam bo'ladi. Shuncha vaqt kim ko'radi, kim ko'rmaydi, xudo biladi. Kimgadir yoqqan bo'lsa, bitta like jan bosib qo'yinglar. Motivatsiya bo'ladi men uchun. Bundan pul kelmaydi, kimdir like uchun pul beradi. Xoli ham shunaqa deydigan odam bor ekan.
kulib rost kulgili like uchun kulgirma like nima boya aytdimku algoritm ishlaydi like bossangiz YouTube biladiki shu normalniy video ekan keyin olib ko'rsatsa bo'ladi. Xo'p, keyingi videoda sun'iy intellektda nima yaratmoqchisiz, nima qilmoqchisiz, o'shani yozib ketinglar yoki PUBG Mobile'da hozir turnir qilmoqchiman. Turnir пока что shanba yakshanba kunga 360 yuzlik turnir qilmoqchiman. Agar normalniy bo'lib ketsa, shu ketadi xudo xolasa. Har kuni kattalashtirib boraveraman. Niyatim shunaqa. Endi gap faqat qancha ko'riladi, kim ko'radi, odam soni qancha bo'ladi, shunga qarab o'zgarib boraveradi xudo xolasa. Buyog'ini vaqt ko'rsatadi. Tak video shu edi. Kimdir shu yergacha ko'rgan bo'lsa, juda katta xursand qildi meni. Rahmat sizlarga. Juda ham xursand bo'ldim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar.